Uyingizga kirasiz, uyingiz bor, ayolingiz bor, farzandingiz bor, mashinangiz bor, osuda hayotingiz bor. Nimaga alhamdulillahi robbil alamin Parvardigor demaysiz? Siz agar faqatgina shu dunyoning ne'matlari bilan ovora bo'lib qolgan bo'lsa, aqlingiz bilan qalbingiz shunday deya olmaysiz. Agar faqat dunyo bilan ovora bo'lib qolgan bo'lsangiz, uyingizni ko'rib yuragingiz siqilaveradi. Shu ham uymi? Falonchi uyini qara. Ayolingizga qarab turib ko'zingiz to'lmaydi. Shu ham xotinmi? Mashinangizga qarab turib, shu ham mashinami? Seni uying bor ekan, xotining bor ekan, bolalaring bor ekan, yurtingda tinchliging bor ekan, bir juldirvoqa bo'lsa ham mashinang bor ekan. Siz qachon hayotingizdan norozi bo'lasiz? Agar siz faqatgina ne'matlar bilan ovora bo'lib qolgan bo'lsangiz, aqlingiz, qalbingiz. Agar shu ne'matlarni ato qilgan Alloh bilan ovora bo'lsa, qalbingiz bilan aqlingiz shukr keltirmay ilojingiz yo'q. Alhamdulillahi robbil alamin.